yo'qotishlarimiz juda ko'p bo'lgan, qiziq voqealar zo'r ko'p bo'lgan. 2019-yil 17-yil tizimdan ketganimizdan keyin 2 yil yurganimizdan keyin bir xil platforma ochildi, dasturiy ta'minot ochildi. Ijro auksion degan dasturiy ta'minot ochdi va hukumatda yoki bo'lmasam jarima asosida olib qo'yilgan mahsulotlarni shu platforma asosida sotuv yo'lga qo'yilganda. Men dasturni tushunardim, elektron savdolarni tushunardik. Qanaqadir zalog mablag'larimiz bo'lganimiz uchun juda ko'p avtotransport sotib olib, ikkilamchi bozorga sotganman. Xo'sh, bino sotib olib, hozirgi kundagi binomiz ham u yoqda eskisimiz ham auksion, ijro auksiondan olganmiz. Olib sotganman. Lekin menga afsuslar bo'lsin, shu auksion tizimiga kirmaydigan darajada bitta voqea bo'lib qolgan bizaga. 2019-yil bitta katta bino, 7 etajli bino sotuvga chiqdi. Savdoga chiqdi. Bir hafta o'rgandim. Davlat ijrochilaridan so'radim, bino kimniki, ijroga, savdoga qo'yilgan, bankning balansida bo'lgan bino. Xo'sh, kreditini yopilmaganligi uchun birjaga savdoga, auksion savdolariga qo'yilgan, olsangiz bo'ladi. 1,5 milliard so'm edi bino. 1,5 milliard so'mmi 100 million ham yo'q edi, hali qo'limda 100 million ham yo'q edi. Shunda zalog summasini o'zi, savdoga qatnashish summasini o'zi 76 million so'm bo'lgan. Shu summa hisob raqamida bo'lgan. 3 yil oldin, 4 yil oldingi voqea. 4 yil oldingi voqea. O'sha savdoga biz qatnashdikda men pul yo'q edi, summam yo'q edi, do'stlarim bor edi bir ikkita. Hali ham do'st biza, hali ham qiyomatli yaxshi birodar do'stimiz. Hech qanaqa munosabatimiz buzilgani yo'q. Bularga taklif berdim. Do'stlar, shunday mana shu bino qo'yilgan, olamizmi dedim. 5 etajli, 30 ta xonadon, hammasi 3 xonalik. Buni yana bo'laylasa qurilish tugallanmagan u. Ya'ni vod qilinmagan, elektr ta'minoti, gaz ta'minoti yoki bo'lmasam infrastruktura hali olib kelmagan. Uni davlat ro'yxatdan o'tkazish kerak sotib olishga. Ular dedi 2 kun 3 kun o'tgandan keyin Doniyor buni olamiz dedi. Men dedim, men pulim yo'q. O savdoga qatnashib qolsam, shu 75 million, 76 million so'm kuyib qoladi agar ola olmasam. Yo savdoga qatnashdimki, kimdir investor jalb qilishim kerak, yoki bo'lmasa sizlar bilan olishim kerak. Bo'l olamiz dedilar, o'zi Toshkentda edi. Toshkent shahrida edi-da. U yoqdan bu savdoga qatnashib oling bu narsani dedi. Men oldim buni. Bir hafta atrofida, bir 4 kun, 5 kun atrofida binoni pulini to'lash kerak bo'lgan 1,5 milliardni 162 ming dollar bo'lgan valyutaga chaqirganimizga. U summani men hayotda 10 ming dollardan oyog'ini, 20 ming dollardan oyog'ini 5 yil oldin, 4 yil oldin ko'rmagan edim-da. 162 ming dollar jo'ralarim, do'stlarim shuni keltirdi-da, binoni oling dedi. Binoni oling, biz quramiz, bitqizamiz. Qanaqadir kimlargadir sotgan bo'lsa, bitqizgan paytimizda omonat beramiz egalariga. Kelib qolsa dedi. Kimlardir kelib qolsa beramiz, muammo yo'q dedi. Lekin dedi, ishonchmi, aniqmi auksion bu? Biza olamizmi-kin dedi. Men dedim, ha, auksion to'g'risida qonun bor. Fuqarolik kodeksida 229-moddasi bor, o'qiganman. Auksion mulki qaytarilmaydi, pastiga yozib qo'yilgan notarial asosida deb. U binoni oldik. 4 kundan keyin bolalar puli berdi. To'ladim. Bir haftaning ichiga kadastr qilib oldim binoni. Vod qildirish uchun, bolalar qurilishni davom etib tugatish uchun ishi boshladi. Oradan 1 oy o'tgandan keyin huquqni himoya qiluvchi organlar telefon qilib, endi aniq ayta olmaymiz, ijtimoiy tarmoqlar bu. Lekin anaqa huquqni himoya qiluvchi organlar telefon qildi, do'stim, shu binoni olgan ekaningiz, siz qo'rqmang, pulingizni olasiz. Lekin binoni egasi ko'p kishiga sotib yuborgan, binoni egasi qamalib ketgan. Aldov yo'l bilan sotgan buni. Xo'p, odamlarga sotgan bo'lsa, hujjat asosida sotgan, yo aldab sotgan. Xo'p, meni qo'limga hujjat bor-ku axir. Yo, siz qo'rqmang, shu hujjat bo'lganingiz uchun siz pulingizni olasiz dedi. Xo'p, qanday olamiz pulimizni? Bank olgan bo'lsa, bank kredit to'lagan bo'lsa, xullas kalon 2 yillik mojaro boshlandi. O'sha joyni o'ziga men 35-40 ming dollar yo'qotganman. Plus do'stlarim katta yo'qotish qilgan. 150 ming dollar, 162 ming dollar bo'lgan, 128 ming dollar qilib mana ijtimoiy tarmoqlarga ham aytaman. Shu holatda qaytarganman. Do'stlarim shunaqa xursand bo'lgan, chunki bu pulni qaytib olish ehtimoli yo'q edi. Juda qiyin holatda, mashaqqat holatda tarixga bo'lgan bu voqea olganmiz. Bu juda uzoq vaqt, anchagina mablag'larim ketgan.
buni orqasidan bekor qildirgan tijorat bank uni hujjat qonuniy sotgan, bizaga emas, u auksionga sotgan. Auksion orqali sotib yuborgan, u hech qanaqa noqonuniy bo'lmagan. Eng muhimi juda ko'p odamlar sotgani yomon bo'lgan. U ko'p odamlar anchagina hukumat organlarini, hokimiyat organlarini, prokuratura organlarini anchagina qiyinchilikka solgandan keyin hatto o'shalar aytdiki, endi da'vo arizalaringizni olasizlar, to'g'ri sizlarga qonuniy o'tgan bino. Lekin da'vo arizalaringni olinglar, chunki ko'p kishining haqqi bu yerda. Bu 162 ming dollar deyapsiz, 400 ming dollardan oshib ketdi bu zarar. Shuncha odamga sotgan, haqiqatan ham shuncha odamga sotgan. Oddiy odam ham bor, aldov yo'lga orqali sotgan odamlar ham bor. Qanchasini sud proseslarida ko'rdik. Ammo o'zimizni pulni olishimizga juda qiynaldik. Chunki ancha miqdorini o'sha qamalib qolganini hisob raqamiga ko'chirib yuborgani uchun u qamalib ketgan odam u mablag'ni ochiqlikka bo'lganini sotib yuborganda. O'sha paytda ham hukumatimizdagi qanaqadir sistema xatolik, jinoiy ishi 5 yil, 4 yil oldin ish boshlanganda, lekin 4 yil, 5 yil oldingacha ham uni firmasi ochiqda, ham hisob raqami ochiq. Ham o'zi ochiqlikda. Qolgan o'rtoqlar qamalib ketdi, bu ochiqlikda. Men binoni sotib olyapman. Qanaqadir bank kreditini yopyapti. Bu yoqda yana pulni olib, meni ham aldab, pulimni yeb ketyapti shu holatda. Shu uchun 2 yil o'tgandan keyin valyutaga chaqqanimizga ham 128 ming dollar bo'lgan. Bolalarga shu narsani berganman. O'zim katta yo'qotish qilganman. Ancha yugurganman. Shu uchun yo'qotishlar qatorida juda ko'p. Endi shu eng asosiylardan biri bo'lganda.